ichimizdan oilamiz, ota-onamiz hamma xursand. Birov o'lganiga xursand emasmiz. Yegan tiriklari o'lib ketmasin, qolganlari. Bitta aybimiz shu, ana bechara o'lib ketmasin, u ham o'zini osib qo'ymasin, to qaror chiqquncha deb uni sal yonini olganimiz. Mana agar jinoyatchi bo'lsa qamasin, biz ham adolatidek, biz ham boshqa tomon emasdik. Bir nima esinglarda tursin. O'zbekiston bilmaymanman, yoshligimda ketganman. Koreyada hech qachon politsiyani, ekspertizani hech kimni sotib olib bo'lmaydi Koreyada. Koreyada hech kim bitta so'kib qo'ysangiz ko'chada sirazi borib ustingizdan yozadi Koreyada mana shunaqa. Yozuvchilar bo'lsa. Mana shunaqa o'rtoqlar. Deyishim qoldi. O'rtoqlar, tabriklayman. Deyishim qoldi. O'rtoqlar, ichi toza odamlar. Har doim yaxshi kun bo'ladi. Ovora bo'lmaylik, cho'q qaziyman deb. Butun dunyo qarshi kelsa ham Alloh xohlamasa hech kim hech narsa qila olmaydi. Yana bir marta tushunib yetgan bo'lsanglar kerak. O'rtoqlar, endi men buni olib ketinglar endi. Nozimaxon kartasi, Dongjangi, birovni omonati mana asrab yuribman. Na politsiyaga bermadim, na posolga bermadim. Onasini o'ziga beraman deb. Biz unaqa birovni dilini og'ritadigan, birovni narsasiga xiyonat qiladigan odam emas, o'rtoqlar. Kelinglar, kimga beray? Voy, meni podrashkam keldi. Kimga beray? Kelinglar, magazinim mana ochiq. Har doim telefonim hamma biladi. Kelinglar, olib ketinglar omonatinglarni.